hozir mana aytib o'tdik, umuman millat kelajagi har bitta jamiyatda shu yoshlari qo'lida. Qachon yoshlarimizga ma'naviyatli bo'lsa, kasbga sadoqati bo'lsa, keyin bu jamiyat rivojlanadi. Shuning uchun biz ularga to'xtab qolgan joylarda qanaqadir motivatsiyalar berish bo'yicha men takliflarni o'rganamiz, ularni nima muammolar qiynayapti hozirgi jarayonlarda. Shuni bartaraf qilib, ularga imkoniyat yaratib berish bo'yicha ishlaymiz. Hozir mana rahbarlarimiz tomonidan ichki turizm, Toshkent, Samarqand, Buxoro, Jizzaxlarga har bitta bo'limlar kesimida yo'llanmalar berishmoqda, imkoniyat yaratib berilmoqda, o'qishlarga imkoniyat berilmoqda. Yil davomida qancha o'qisa ham oylik miqdor saqlanib qolgan holat ta'lim ta'tillari, qo'shimcha ta'tillar beribgani biz juda ham ishlashga ishtiyoqimiz oshirmoqda. Endi biz sport musobaqalarini rejali tashkillashtirib boramiz, lekin bu ham kamlik qilayotganligini o'zi guvoh bo'ldik. Endi buni nima deydi? Ko'proq o'tkazishni chora-tadbirlarni belgilab oldik.